Ey uka, qaror. Sigareting bormi? Sizga bu eshikdan kirishi bor. Chiqishi yo'q deb aytishganmi? Hali ham kech emas. Yuzga qaytib keting. Men o'zim bilaman nima qilish kerakligini. Davom etamiz ama 10taga chiqdi. 20ta chiqdi. 500 ga chiqdi. Mashinam bilan uyimni tikdim. Bu tikkanlaringiz 500 ga tortmaydi-yu, yigitcha. Mana boshqa tikadigan narsam qolmadi. Balki bordir. Xotiningchi? Tikdim. Xotinam ketdi-yu, to'y bola. Sanga ertagacha muhlat. Bo's bilan o'tamiz. Shekilli, bor qara. Assalomu alaykum. Sanga kechgacha muhlat berilgan edi. Hamma narsa tayyormi? Shuni ertaga hal qilsak bo'lmaydimi? O erki, bu o'yinni chidaganga chiqargan. Lafzing bormi o'zi? Men hali o'ziga yetmadim. Iltimos, ertagacha muhlat bering. Bu menga qara, kimga safsata o'qiyotsa, bor chaqir. Nima qilsa, ol qo'lingni erimni. Oo, o'zlari chiqib keldilar-yu. Tinchlikmi adasi, kim bu odam? O'zing tushundirasanmi yo o'zim aytaymi? Nima desam ekan xotin? Men seni qimorda yutqizib qo'ydim. Nimalar deyapsiz? Erkakmisiz? Oriyatingiz bormi sizni? Nimaga singlingiz yoki onangizlarni tikmadingiz? Aynan nimaga men? Men o'zimni hech kimga xafa qildirib qo'ymaganman. Shaltoqingizni o'zingiz tozalang. Qoyil, ajoyib. Men senga kecha bu yo'lga kirish bor. Chiqish yo'q deganmidim? Ha, aytgandingiz. Bilasanmi ayol kim? Ayol bu ona. Bolalaringning onasi. Singil, opa. Nimaga meni singlimni qimorga tikding? Bu safar senga shans beraman. Lekin agar qaytib qadamingni yana qimorga bossang, mana shu oyoqlaringni kesib tashlayman.